Disney film şirketi işlеген مۇلەن filmining bir qism ko'rinishlarining Sharqi Turkistonda 21 asrga tushgan dog' deb atalayotgan jazo lagerlari eng yuqori to'lqinga ko'tarilgan bir mezgilda suratga ilinganligi zo'r xalqaroliq inkas qo'zg'adi. Xitoy tarixiy romanlaridagi Mۇلەن ismli bir ayol qahramonning ish harakatlari asosida ishlangan bu film 4-sentabr juma kuni film qo'yilishga boshlanganda bir qism kuzatuvchilar film oxirida Disney shirkatining film ishlash jarayonida hamkorlashuvchi o'rinlar qatorida Şinjan Uighur avtonom rayonlik tashviqot idorasi, Turpan shaharlik jamoat xavfsizlik idorasi va Turpan shaharlik tashviqot idorasi qatorliq 8 o'ringa rahmatini bildirganligini bayqagan. Turpan, Şərqi Türkistonda 3 milyondan ortiq kishini tutqun qilib, atalmış qayta tarbiya nomida lagerlarga qamash harakati eng baldur boshlangan o'rinlarning biri deb qaraladi. Lagerlarni tadqiq qilayotgan tadqiqotchi Adrian Zenz, Xitoy hukumatı o'zi e'lon qilgan xabar va hujjatlarga asoslanganda, Turpanda 2013-yilda qayta tarbiyalash nomida harakat boshlanganligiga doir isbotlar borligini bildirdi. Bu to'limi cho'ng bir voqea. Disney şirketi ochiq-oshkora holda Turpanning jamoat xavfsizlik idorasiga va tashviqot idorasiga rahmat etgan. Bu filmning rayonda soqchi davlati sistemasi yo'lga qo'yilayotgan va keng ko'lamda jazo lagerlariga tutqun qilish yurgizilayotganda suratga ilinishi bir vijdonsizlik. Men buni g'arb kapitalizmning Xitoy davlatiga mutlaq holda bo'yin egishi deb qarayman. Mۇلەن filmi bu filmning bosh rol artisti, ya'ni Mۇلەن rolini o'ynagan artisti Liu Yifei, Hongkongliklarning demokratik namoyishlarini zo'ravonlarcha bostirgan Hongkong soqchilarini qo'llab so'z qilganligi uchun tanqidga uchirmoqda. Sharqi Turkistondagi siyosiy bostirish va majburiy emgakka doir ko'plagan dalil isbotlarning ma'lum bo'lishiga ergishib, Amerika hukumatı rayondan chiqadigan paxtaməhsulatlarının Amerika bozoriga kirishini mەn'ĩ qilish haqida qaror ilishni jiddiy o'ylashga kirishdi. Reuters agentligining 8-sentabrdagi xabarda aytilishicha, navbatda Amerika hukumatining bu xil cheklamalari yana Uighur diyoridan chiqadigan pomidor mahsulotlarini nishon qilmoqda ekan. Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasining aytishicha, paxta va pomidordan boshqa paxta to'qimchilik mahsulotlarimi importning oldini oladigan mahsulotlarning ichida bo'ladi ekan. Bu yil 8-oyda bir qism kishilik huquq tashkilotlari Amerika hukumatiga qarashli har qaysi tarmoqlarni Sharqi Turkistondan keladigan paxta mahsulotiga chetishliq barliq import faoliyatini to'xtatishga chaqirgan edi. Chaqiriqda Xitoyning dunyo bo'yicha eng chong paxta ishlab chiqaruvchi davlat ekanligi, Xitoydagi paxta mahsulotining 84% Sharqi Turkistondan keladiganligi ta'kidlangan. Oldin qatda mong'ulcha darslarning sonining ozayishiga qarshi elib berilgan namoyishdan keyin ichki Mong'ul avtonom rayonida kam deganda 23 odam qo'lga ilingan. Saqchilar darslik o'zgartishga qarshi namoyishga qatnashgan 8 rayondan kam deganda 23 odamni qo'lga olgan. Saqchilarning dokladida ularning qo'lga ilinish sabablari murojaatnomaga imzo to'plash, masala keltirib chiqarish, davlatning sobiq rahbarini ochiq-oshkora haqoratlash va undidor guruhsidagi sinlarni ham baharlash orqali davlatning darslik siyosatining yo'lga qo'yilishiga qarshilik qilish deb ko'rsatilgan. Doiralar shanba kuni yangi o'qitish siyosatini yo'lga qo'ymaganligi uchun 2 o'qituvchi va bir nafar intizom tekshirish komiteti a'zosining vaqtincha ishdan to'xtatilganligini e'lon qilgan. Xitoy yer shari vaqti gazetining bosh muharriri Xo'shijin ijtimoiy aloqa to'rida Xitoy hukumatining Tayvanni ziyorat qilgan yuqori darajalik Amerika amaldorlarini jazolaydiganligini aytdi. Xo'shijin Tönögün Twitterda uchur yo'llab, Xitoyning Tayvanni ziyorat qilgan yuqori darajalik Amerika amaldorlari va ular bilan munosabatlik Amerika shirkatlarini jazolaydiganligini aytdi. Uning aytishicha, bu amaldorlar Xitoyga kirishi mangu cheklanadi ekan. U yana munosabatlik Amerika shirkatlari Xitoy bozorini yo'qotadi degan. Amerika Səhiyyə və Ümumi Mülazimat Ministri Hazard oldingi oyda yuqori darajalik vakillar o'mikini boshlab, Tayvanni ziyorat qilgan va prezident Sayyan bilan ko'rishgan edi. U Amerika 40 yil ilgari Tayvan bilan diplomatik munosabatni buzgandan buyon Tayvanni ziyorat qilgan eng yuqori darajalik Amerika amaldori bo'lib qolgan. Xitoyda xizmat qilayotgan ئاۋىستىرالىيەلىك ئىچكى مۇخبىرنىڭ Xitoy Davlat bexatarlik ministerligi tarafidan so'roq qilingandan keyin ئاۋىستىرالىيە diplomatiya amaldorlarining yordamida Xitoydan ayrilganligi e'lon qilindi.
Avstraliya radio şirketi ve Avstraliya pul muamele obzorçiligining Xitayda turishliq muxbirlarining Avstraliyaning Beijingdagi bosh elchixonasi ve Shanxaydagi konsulxonasiga panohlanganligi, Avstraliyalik diplomatlarning Xitoy amaldorlari bilan chegaradan chiqib ketish to'g'risida suhbatlashgandan keyin ondan ularning ayrilganligi bildirildi. İlgilenişçe, Avustraliyalik muxbirlar Bill Birtles ve Michael Simmons Avgustda Xitayda qo'lga ilingan Avustraliyalik riyosatchi Changli delosi bilan munosabatlik deb qaralgan ve Changli to'g'risidagi savollarga javob bermaguncha chegaradan ayrilmasligi talab qilingan. Bu ikki muxbir Avstraliyaga qaytib kelgandan keyin oldingi asrning 70-yillardan buyon tunji qatim Avstraliya axborot vositalarining Xitoyda bir rasmiy muxbiri qolmasligi holati shakllandi.